Men unga aytdim, agar aktga qo'l qo'ysa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Aytgan imzo bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Dada, O'g'lim, amaking bilan gaplashyapmiz. Nimaga gap qo'shyapsan? Ikkita katta odam gaplashayotganda yosh bolalar gap qo'shmaydi. Men senga shunaqa tarbiya berganman. yo'q. Gapir, nima demoqchi eding? Jismoniy tarbiya darsimga oyoq kiyim kerak edi, o'shanga olib berasizmi demoqchi edim. Hozir pulim yo'q. Pulim bo'lganda olasan. Ha, bo'ladi dadajon. Alo, dadajon. Qilay bu o'g'lim? Biz sening bilan maktabdan chiqdik. Ishxonangizga o'tiraylikmi? Keling bo'lam. Xo'p. Rahmat amaki. Mayli bolam, yo'llardan ehtiyot bo'lib o'tinglar. Senga mazza-da. Farzandlaring maktabi ishxonangni oldida. Yo'q, o'rayam bo'lmaysan. Assalomu alaykum dadajon. Assalomu alaykum amachiqjon. Va alaykum assalom. Kelinglarchi? Va alaykum assalom bolalar. Yaxshimisizlar? Mayli, mashina turinglar. Dadajon, Ha, qizim. bir hafta oldin ko'ylak olib bering degandim. Shunga olib bera olasizmi? Hozir pulim yo'q. Kundan keyin olib beraman. Xo'p. Nima qarasan puling yo'q? Bu? Nimaga aytgan narsasini olib bermayapsan, zo'riq qilyapsan farzandlaring. Yo'q, endi haligi Men masalan bolalarimning o'zidan chiqqan narsasini olib beraman. Zo'riqmasin deyman, kam bo'lmasin deyman. xato qilasan. Sabab men o'zim zo'riqib o'sganman. Xohlagan paytim xohlagan narsani ola olmaganman. Farzandlarim ham bir narsaga zo'riqmasin deyman. Lekin tangani ikkinchi tomoni ham bor-da. Nima ekan? Sabr. Yosh bolaga sabr o'rgatmasdan qo'ysinchi. Agar u shu saboq bilan yashasa, kelajakda baxtli bo'ladi. Hozir og'zidan chiqqan hamma narsani olib bersam, qizimni ham kelajakda turmushga chiqishi bor. Erni esa og'zidan chiqqandan olib beradigan darajada sharoiti bo'lmasligi mumkin. Keyin nima bo'ladi? Urush bo'ladi. Hozir nima ko'p? Ajralish ko'p. Men esa qizimni, bolalarimni sabr qilishga o'rgatyapman. Agar hozirdan yo'qchilikka qanoat qilib yashashni o'rgatsam, ertaga erini tushunadigan soliha ayol bo'lib yetishadi. Ularni birinchi so'raganda ko'zlaridagi hirsini ko'rganingda edi. Nafs alangasi yonib turardi. Hozir esa unchalik emas. 1-2-3 kun o'tsin, o'ziga kelib qoladi. Keyin bemalol olib beraman. To'g'ri aytasan. Men bu yo'g'ini o'ylamagan ekanman. Men o'zimni zo'r ota deb o'ylagan ekanman. Sen kitobsan. Gaplashgan sari ko'p narsa o'rganaman sendan. Men ham bugundan boshlab shunaqa qilaman. Alo. Alo, ada. Labay qizim. Ada, planshet olib bering. Yaqinda iPhone 16 olib berdim qizim. Planshet xohlayman. Pulim yo'q, olib bera olmayman. Pulingiz bor-ku, nimaga aldingiz? Uyga borib gaplashamiz. Menga qattan bo'lmasa olib berasiz.